Hadicha onamiz azizlar har kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallamda ko'ngillarni olishlikka harakat qilardilar. Kunlardan bir kuni Hadicha onamiz bilan Payg'ambarimiz alayhisalom xonadonda o'tiruvdilar. Tashqaridan xizmatkor kirib keldi. Xizmatkor kutilmagan bir gapni aytib qoldilar. "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Tashqarida bir ayol kirishlikka ijozat so'rayapti" dedi. "Qanaqa ayol ekan?" deyishdilar. "Kampir, qari ayol ekan" dedi. Hadicha onamiz ham hayron, Rasulimiz alayhisalom ham hayron. "Kim ekan u ayol?" dedilar Hadicha onamiz. Xizmatkor "Bilmayman. U Rasulimiz alayhisolatu vasallamning onasiman, ya'ni Muhammad alayhisalomning onasiman deb aytayapti. Kirib aytinglar, men Muhammad Aminning onasiman" dedilar. Bundan hayron bo'lgan Muhammad alayhisalom ham, hatto Hadicha onamiz ham hayratlanib ketdi. Chunki siz avval tarixdan eshitib kelayotganingiz kabi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning onalari go'daklik chog'ida o'tib ketgan edilar. Endi eshik oldida bir qari kampir onalikni da'vo qilyapti. Hayron bo'ldilar. "Kim ekan?" deb hayron bo'ldi yana. Shunda xizmatkor "Bilmayman. Kelgan ayol o'zini ismini Halima-i Sa'diyya deb atayapti" deyishlari bilan Muhammad alayhisalom o'rinlaridan turib ketdilar. "Ey Halima onam, chaqir kirsinlar. Haqiqatda u meni onam" dedilar. "To'g'ri, tuqqan emas, ammo emizgan onam, sut onam bo'ladilar, kirsin" dedilar. Bu hayratdan, bu zavqdan, bu muhabbatdan bir chekada turmush o'rtog'ining harakatini kuzatib turgan Hadicha onamiz ham hayratlanib turardilar. Birdan ichkariga bir qari kampir kirib keldi. Azizlar, mana shu sahnani sizga yaxshiroq ilova qilishni xohladim. Chunki hozirgi kunda farzandlar onasi bilan bo'layotgan munosabatlarda ayni mana shundan namuna olsin dedim. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kirgan bu ayol, eslasangiz, Rasulimizni emizib berib katta qilgan Halima onamiz edilar. Tuqqan onalari emas, sut onasi edi. Endi Rasulimizni sut onasini kutib olish holatini ko'ring. O'rinlaridan turdilar. "Xush kelibsiz onajon" dedilar. Va ustidagi liboslarni, ridolarini yechib Halima onamiz oyog'i ostiga poyandoz qildilar. "Onajon, mana shunga o'tiring" dedilar. Qani edi azizlar, hozirgi zamonda farzandlari ham onasi uchun mana shunday hurmat ko'rsatsa, onamizga kiyimimizni poyandoz qilish, onamizga ehtirom ko'rsatish u yoqda tursin, ba'zan kirganda o'rnidan turib salom berishligini ham unutib qo'ymoqdalar. Zero biz Muhammad alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz, bu zotning hayotidan namuna olish kerak. O'zi dunyoga kelgizmagan, lekin sut hurmatidan ustidagi ridolarini yechib, oyog'i ostiga poyandoz qilgan onajonim, mana buni ustiga o'tiring degan zotdan o'zimizga ta'lim olishimiz kerak. O'tirar ekan, Halima onamiz salom alaydan keyin o'zlarini emizib katta qilgan farzandi Muhammad Amin alayhisalomga qarab, "Bolam, Bani Sa'd qabilasi qiyin ahvolda qoldi. Qurg'oqchilik bo'ldi. Juda oilalarimiz qiyin, ocharchilik, qahatchilik bo'lyapti. Shuning uchun sizdan yordam so'rab keldim" deb aytdilar. Bu gaplarni eshitar ekan, dunyodagi ulug' xulq sohibi bo'lgan Muhammad alayhisalomning boshlari pastga qarar va beixtiyor og'ir o'yga tolib turar edi. Bu narsani ko'rgan Hadicha onamiz yana bir karra o'zining dunyodagi eng sevgan zotini ko'nglini olish imkoniyatini ato qilinganini bildi-da, gapga aralashdilar. "Maylimi men gapirsam" dedilar. "Gapiring. Ey onajon, siz meni turmush o'rtog'imni, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamning sut onasi ekansiz. Demak meni qaynonamsiz. Uyimga xush kelibsiz. Ruxsat bersangiz sizga men o'zim yordam bersam" dedi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ijozat olganidan keyin Halima-i Sa'diya onamizga bir qancha qo'yu, tuyalar, qancha oziq-ovqatlarni karvon qilib berdilar. Va bu bilan Halima onamizni o'zini jufti haloliga bir paytlar sut ona bo'lganlik xizmatini, haqqini ado qilishga harakat qildi. Bu narsadan Muhammad alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'ldilar va dunyodagi suyukli bo'lgan Hadicha onamizga yanada muhabbatlari oshdi. Qani endi bizi kelinlarimiz ham bundan namuna olsa edi. Ba'zan kuyov bolalar onasiga, o'zini tug'ib dunyoga kelgizgan onasiga sovg'a qilganligi uchun, nima uchun onangizga faqat sovg'a beraverasiz, nega menga bermaysiz deb janjal qilayotgan kelinlarimiz Hadicha onamizdan o'zlariga ta'lim olsin. Hali ko'rmagan, biror kun ham yashamagan,
lekin turmush o'rtog'ini sut onasi deb e'tirof qilingan ayolga qancha sovg'a salom qildiki, buni orqasidan o'zini turmush o'rtog'ini rozi qilish. Doimo yodimizda tutmoqligimiz kerakki, har qanday oila boshlig'ini, har qanday turmush o'rtog'i bo'lgan erni ko'ynini olaman, xursand qilaman degan jufti halol uni onasiga nisbatan hurmat ko'rsatsin. O'z onasiga, o'z otasiga qilinayotgan hurmatni ko'rgan turmush o'rtoq albatta jufti haloli bo'lgan zavjasiga muhabbati ortadi. Va bu Hadicha onamizdan bizga namuna bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz bilan go'zal turmush qurdilar. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, faqatgina ko'ngillarni olishlikka harakat qildilar. Alloh bu buyuk juftlikka bir farzand ato qildi. O'g'il ko'rdilar. Uni ismini Qosim deb atadilar. Shuning uchun ham ba'zan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda Abul Qosim deb kuniyalaydigan ismi ham tarixda keladi. Ya'ni Qosimning otasi dedilar. Hadicha onamiz esa Ummu Qosim bo'ldilar. Ammo bu o'g'illari va bundan keyin yana Tohir degan ismli o'g'illarni ko'rdilar. Bu o'g'illari ham yoshlik chog'ida olamdan o'tdi. Yuqorida Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hayotini gapirganda aytib o'tganimizdek, bu zot dunyoda inson uchun qanaqa imtihon bo'lsa hammasini ko'rganlarda. Tug'ilganlarda otani ko'rmaslik, onadan erta ayrilishlik, bobosidan ayrilishlik va hatto mana dunyoga kelgan farzandlari kuniyasiga sabab bo'lgan Abul Qosim deb atalishga sabab bo'lgan farzandlaridan ham ayrildi. Undan keyingi o'g'lidan ham ayrildi. Keyinchalik Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalblariga Alloh taskin berib, Hadicha onamizdan birin-ketin Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum ismli qizlarini ko'rdilarki, bu nur yuzli qizlari yo'qotgan Qosim va Tohir o'rnini bosishlikka, ota-onaga tasalli berishlikka sabab bo'ladigan bir ne'mat bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam farzandlariga juda mehribon va sadoqat bilan ularga xizmat qiladigan buyuk bir ota edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz bilan mana shu zaylda hayotini davom ettirib borar ekan, Hadicha onamiz har kuni Rasulimiz alayhissalomdan mujda, ya'ni bir yangilikni kutib yashar edilar. Alloh nasib qilsa Rasulimiz alayhissalatu vasallam payg'ambar bo'lganliklarini birinchi bo'lib eshitishlikni orzu qilgan bo'lsa ajab emas deb qolamiz.